Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan o'sha men yana Oyatullo yana YouTube kanalimga qaytdim. Xudo xolasa bundan buyog'iga sizlarga albatta manfaati tegadigan videolar ishlashni davom etaman. Sizlar bilan bugungi obzorimizda hozirgi kunda sotuvi juda ham reytingi baland bo'lib turgan Dongfeng YPI 008 avtomobilini qisqacha tushuntirib o'taman. Obzor agar yoqadigan bo'lsa, albatta like va obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan bugun Oyatullo bo'ladi. Akalar, mashinamizni birinchi bo'lim narxiga aytib o'tamiz. 29500 dollardan oqga qora, oqga oranjiy, qoraga qora, qoraga oranjiy hamma ranglarni xarid qilsanglar bo'ladi. Bular 5 ta o'rindiqlik. Hop, biz bonusiga polik, zaryadka rusifikatsiya garantiyalarini qo'shib beramiz. Bo'lmasamiz obzorda boshladik. Bu Dorestan hisoblanadi. Balonlar Michelinda hozirgi chiqayotgan Continental bo'lib chiqyapti. Buni balon ancha yumshoqroq, undan tashqari 21 diskada. Hozirgi restoranlarda bilsanglar, mana bu yeri yonmaydi. Bu 5 ta o'rindiqlik. Bunisi yonadi. 1.5 turbo motor. Ushbu avtomobilimiz bu 5 ta o'rindiqlik 272 ochuvchi 0 gacha 6-7 sekundda tezlasha oladi. Boks sig'imi 45 litr, rasxodi hech qancha emas, 4 ta 5 ta rasxod qiladi ushbu avtomobilimiz. Lip motorlarga o'xshab ruchkalari mana bunaqa holatda ochiladi. Yo'lda yurganingizda albatta bu narsa yopiladi. Agar sizlar oilamga 5 kishilik yetadi desalar, shu mashinani olishni tavsiya qilaman, chunki lip motor C16 dan ko'ra ancha yumshoqroq va kengroq avtomobil. Komforti esa hozir videoda oxirida ko'rasizlar. Orqa bagajlari avtomobilimizni orqa bagajini ko'rib turganingizdek juda ham keng, ozgina bardaqroq narsalarimiz bor edi. Orqa bagajlar juda ham keng, toqqa, masalan, uzoq yo'llarga ham bemalol mashinada yursanglar bo'ladi. Общий zapas xodi 1200 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. 200 kilometr Tokida o'zida, 1000 kilometr esa benzinda. Endi realniy holatida 100 kilometr, 120, 150 kilometrgacha elektrda o'zida shahar ichida bemalol yursanglar bo'ladi. Avtomobilimizni oldi qismiga endi sekin o'tirib olamiz. Endi 360 gradusli kamera, hamma funksiyalari bor. To'g'ri silinada Abduf Abagrev. Ikkita oldi silinada Abduf Abagrevlari bor. Undan tashqari bitta oldi silinada massaji bor. Ko'rib turganingizdek, ichlari ham juda ham chiroyli ishlangan. Tepasida panoramalari bor. Undan tashqari bunda shunaqa funksiyasi borki, mana bu yerda kamera, ya'ni orqa kamera bu yerda ko'rsatadi odamlarni chalg'itmagan holatda. Undan tashqari bunda registrator bor, video registrator, polni hamma narsalarni yozadi. Endi sizlarga orqasini bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi akalar. Orqadagi komfortni ko'ryapsizlarmi? Avtomobil orqasida monitor. Undan tashqari mana bu yerda xolodilnik, kompyuter qo'yish uchun joy. Mana bunday bo'lib, silinda polni chiroyli bo'lib yotadi. Uzoq yo'lga masalan ketsanglar, qolib ketsanglar, mashinaning ichida ham bemalol yotsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, juda ham komfortli, kuchli. Narxi esa arzon, 29500 dollar. Ikkala qora oranjivisi bu. Ichini bitta ko'rsatib o'taman. Qora oranjivi rangi juda ham go'zal. Endi biz O'zbekiston hududida men sizlarga tavsiya qilaman, qoraga qora yoki oqga qorani xarid qilishinglarni. Chunki chang to'zonda ichi yomon bo'lib ketishi mumkin. Hattoki avvallar haydayman desanglar, oranjivi juda ham chiroyli va bagativ ko'rinadi akalar. Xullas, avtomobilimizni pastda yozib qo'yamiz do'manglar. Agar obzorimiz yoqqan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqa olasizlar. Sizlar bilan bugun Oyatullo bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.